Qimmatbaho mashinani bir kunga ijaralaymiz-ku to'y kuni. Xuddi o'sha mashinani qatarliklar paypoqdek sotib olib yuraveradi. Qatarliklar bu darajaga nima bilan erishdi? Nimani hisobiga erishdi? Xuddi bizani Qashqadaryomizda ham bor-ku. Sho'rtan gaz bor, Muborak bor, neft gaz konlari bor. Xuddi shunaqangi bizda bor bo'lgan neft gaz konlari Qatarda ham bor. Bizani neft gazlarimiz qazib chiqarilib, oltinlarimiz qazib chiqarilib, uranlarimiz qazib chiqarilib sotilib turibdi. Har yili sotilib turibdi, to'g'rimi? Va sotilgandan keyin davlat bizga har birimizga mana bu sani haqqing, yer osti boyligi sotildi, mana bu sani haqqing deb turib, har birimizga $300 berib turibdi, to'g'rimi? Bermayapti.